ishiga da ichidagi odamni ko'mib tashlaysan kuchot. YouTube'da bir video ko'rib qoldim. Videoda Buxoro viloyat hokimi yana shu bog'chalarga, yana xususiy bog'chalarga boryapti-dagina xodimlari bilan ta'zib o'tkazib, yopasan, joyini buzasan, agar qilmaydigan bo'lsang ichkaridagi odamni ko'mib tashla degan gaplarni qilyapti-da. Buni shu odam bir kuching yonib ketadi-da, bu vaziyatni ko'rib. To'g'ri, masalan, hamma o'zini ishini qilsin, jurnalist boshqa, endi bir shu yurtning biz farzandimizda. Shu yurtda ota-bobolarimiz tug'ilib o'sgan, kindiq qonimiz tug'ilgan yurtda. Mana shu yurtda u Rossiyadan mana voqealar ko'rib turibsizlar-da. Endi u yoq yetmaganda bu o'zimizning yurtda bunchalik odamlarni xor qilishini qanday tushunsak bo'ladi? Bu Buxoro viloyat hokimi kim buni? Odam hayron qolasan-da, bu qay darajada kimning farzandi ekani, shu farzandlarni shu O'zbekistonda tug'ilib o'syaptimi, shuni bizni shu o'zbeklarimiz yetishtiryaptimi shunaqa odamlarni? Nima bu Buxoro xalqi shunchalik bir nima deydi, zulm qilinib qiynalish uchun tug'ilganmi bular? Hozir kelyapsiz, sizlar ishga men to'g'risi sizlargim kelmaydi-da, mana shunaqa hokimlarni bor-ku. Bu prezident aytadi-ku, oyog'i yerdan uzilgan deganday borib turib xalqqa zarar beryapti-da, bu zarari ham o'z yo'liga, birovdan bir darding nima deb so'ramaydigan hokimlarda. Borib o'zingda bir umr yashayman deb o'ylayapsanmi, yo bir umr shu hokim bo'lib qolaman deb o'ylayapsanmi? Men shunga tushunmayman sizlarga. Shu butun bir o'zingga katta bir nima deydi, bir shir yasab olyapsanmi? Hamma sendan qo'rqyapti. Xohlasang buzasan, xohlasang tuzasan. Aytyapsan u yerda sudsiz deyapsan. Bu o'zimizda shu ahvol bo'lgandan keyin shu holatni o'zimizda qilib o'tiribsizlar-da. Bu jamoatchilik bir sal bunga e'tibor qilish kerak deb o'ylayman. Har birimiz bunga loqayd bo'lishimiz kerak emas. Insonlar, iltimos sizlardan. Meni yomon ko'rasizlarmi, har xil negativ aytasizlarmi? Menga mayli, nima bo'lganda ham men shu yurtda tug'ilgan insonman. Shu tug'ilgan inson ekanman. Bunaqangi boyagi nima deydi, bir o'sib chiqqan nima chirmoq bo'ladi-ku, o'tlarga zarar beradigan shunaqa insonlardan bir voz kechaylik, iltimos sizlardan. Shu Buxoro xalqi sizlardan iltimos qilaman, juda hurmat qilaman. Buxoro xalqi juda mehnatkash, zabardast, juda ko'p do'stlarim bor shu Buxoro nimasidan, viloyatidan. Juda bir o'tkir insonlar ko'p. Butun bir islomni targ'ib qilgan insonlar juda ko'p. Lekin bunaqa hokimni kim yaratyapti, kim? Bizda mana loqaydligimiz emasmi demoqchiman. Ana shu hokimlarga biroz shu 2 metr joyga boramiz hammamizda. Bunaqa hokimda, hokim hammasi qo'shqo'llab yetib turibdi-da, bu yerda ko'ryapman. Biroz, siz nima deyapsiz? Bu nima ahvol bu? Nima bu xalqqa zulm emasmi? Qayerdan chiqqan qonun bu? Sen prezidentga quloq solasanmi? Ya xalqni bir eshitish uchun keldingmi, yo faqat o'zingnikini qo'yadigan bo'lib keldingmi deb. Mana shunaqa bir savollarni kundalan qo'yib, kerak bo'lsa bunaqa hokimlarni umuman hurmat qilish ham kerak emas buni. Men shunday deb o'ylayman. Hurmat qilish tug'il, salom ham berish kerak emas. Aytadiku o'zimizda, yegilgan boshing yeriga tekkincha, kekkaganga boshing ko'kka yetkincha. Endi shu yurtda prezidentimiz Allohga shukr, endi to'g'ri kam kuchli bor, ba'zi nimalarda bir qonun buzilishlarda haligacha davom etib turibdi. Prezidentimiz iloji boricha mana harakat qilyapti. Lekin men bir narsaga hayronman-da. Hokimlar mana Andijonni Vodiy tarafda bir joyda ko'rdim, hokim so'kdi. Falon joyda yana bir shunaqa holatlar ko'p bo'lib keldi. Endi kelib Buxoroga, endi Buxoroda endi hokim shunchalik darajada hokim endi o'zini tutishiga men juda hayron qoldim.
Shuning uchun munosabat bildirmasam bo'lmadi. Shaxsan shu hokimni o'ziga aytmoqchiman. Sen shu yurtda tug'ilgansan, shu yurtda farzandisan, avvalambor. Seni ham ota-onang bo'lgan, ota-onang bor. Shu yurtga tug'ildingmi, seni shu yurt, shu Buxoro xalqi, agar Buxorodan bo'lsang, Buxoro xalqi, boshqa tumandan yo viloyatlardan bo'lsang, shu el seni to'ydirdi, shu el qaradi, shu jamoatchilik bo'laman, shu qishloqda tug'ilganmisan, shaharda tug'ilganmisan, shu vatan elingdagi odamlar tufayli shu darajaga yetdingda, bunday hurmatli, ya'ni bir hokim darajasiga yetkazgan shu xalqda sen o'zingni kim deb hisoblayapsan? Kim deb? Nimaga buncha katta gapirasan? Ha? Bundan chiqdiki sen Xudoni tanimaysan. Men birdan o'zingga aytaman. Xudoni tanimaysan. Xudoni taniganingda bunaqangi aytmasiding, bunaqangi bir o'zingni she'r tutmasiding. Bunaqangi katta gapirmasiding. Eng yomoni shu videoda qarab turibman, xafa bo'lmanglar, yonidagilarda o'tirayapti, boyagi voleybolda, menimcha voleybol o'ynayaptim. Hamma mana qarsoq chalib, mana bunday turishlar, ey. Ertaga oxiratda bor-ku, oxiratda. Buni har bitta, ya'ni zulm qilguvchiga qilgan qarsoqlaring, unga bo'lgan patxot deydimi, nima deydi, paxta qo'yishlaring erta oxiratda bor-ku, juda og'ir bo'ladi sizlar savol javoblarining. Uni gunohiga bir xil ketib qolasizlar. Shuning uchun bu odamni endi men sizlashga arzimaydigan insonda. Hokim bo'lsang o'zingga. Men masalan ta'zyiq qilarsan, endi ko'pchilik negativlarda yozadi, aka deydi, mana yerda bittasi nimani ishlab chiqdi, aka 3 sutka qamaldi, yo masalan 5 sutka qamaldi, siz ham qarib ketasiz, menga masalan ko'p yozyapti, yozganda-da, o'tgan safar radar masalasida chiqqandim. Shu o'limni qachon o'lishingiz, qanday holatda o'lishingiz, taqdiringiz Alloh taolo o'zi belgilab qo'yganda. Siz shu yurtda bir og'iz mana shu voqealarga befarq bo'lmasligimiz kerak. Har bir insonda shunaqa hokimlar chiqdimi? Hech bo'lmaganda bor menga olis u. Qayerda bilmayman. Mana viloyat hokimi ekan, Buxoro viloyat hokimi. Men bora olmayman, lekin YouTube'da chiqdik. Yo'q, YouTube'da ko'rib turibman-ku shuni. Hech bo'lmasa munosabat qilib, shunaqa insonlarni bir bildiraylik. Balkim prezidentga yetib bormayotgandir. Balkim shunaqa hokimlar bu gaplardan keyin, xalqning noroziligidan keyin ozroqgina o'zini bosib olar. To'g'risi indamaymiz-da, menga teginma. Va bunga teginyapti, menga teginmasa bo'ldi-da deb degan xayolga boramiz-ku. Bu juda noto'g'ri narsa bu. Men hayotimda ko'p ko'rdim-da, men o'zimiz atrofimizda ham juda ko'p ko'rdim. O'zim Nurobod shahrida turaman. Shamsiya uylarim bor, masalan, endi har bir joyda ham e'tibor qilamiz. Bittaga keldimi, qolganimiz qarab turamiz masalan. To'g'ri, haqiqat bo'lsa mayli, lekin nohaqlik bo'lsa-chi? Nohaqlikka nimaga biz chiqib turib, inson, hokim bu, siz mana shu yurtda hokim bo'lib keldingiz. Keladi hokimlar, ha, buni bo'z, uni bor. Birorta hokim men hali ko'rmadim-da, hokim, masalan, hokimlarning ishtasini ko'rganman, birorta hokimni hali ko'rmadim. Kelib turib, assalomu alaykum. Xo'p akajon, nima muammongiz nima, qanaqa, nima yordam qilaylik degan hokimni men ko'rmadim. Mana shu mustaqillik bo'lgani beri birorta ko'rmadim. Shunchalik ham bo'lasizlarmi? Shunchalik ham bo'lish mumkinmi? Kelgani faqat minus plus. Tamam, buni qilish kerak, buni olishing kerak, uni qilish. Bu yerda gaz muammo bormi, suv muammo bormi? Hech bo'lmaganda qo'lingdan kelmasa ham-da hokimlar, hokim bo'ldi. Iltimos sizlardan. Siz ham birovning farzandisiz. Men sizlarni yomonlamoqchi emasman. Bor hokimlarda, yaxshi hokimlar bor. Baraka topsin deymiz. Xalq bilan qo'shilib baraka topsin deyman shularga. Xursand bo'laman, shunaqa hokimlar bo'lishini duo qilaman. Mana shunda juma namoziga bordik, bugun duodamizda. Endi imomlar ham to'g'ri, prezidentni duo qilamiz. Hamma hokimlar shuni yonidagi uni qo'llayotgan mansabdorlarni duo qilamizda, lekin men ichimda bilasizlarmi, nima deb duo qilaman? Adolatli bo'lganiga Allohim o'zing kuch-quvvat bergin deyman. Shu imomning gapiga qo'shilaman. Lekin shunda ichimda nima deyman? Adolatsiz xalqqa zulm berayotganlarga deyman, Alloh taolo o'zing kifoya qilgin deyman. Menga o'xshagan shu yerda o'tirganlar nechtasi mana shu gapni aytayotgan bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ryapsizlarmi sizlar? Xalqning duosi ijobat. Xalq juda ko'pchilik duo qilsa bor-ku, mansablaring, nimalaring ko'tarilib ketaveradi. U mansab ham o'z yo'liga bir kun qoladi.
lekin farzandlaring bor. Sendan qolayotgan insonlar, ya'ni bola chaqalaring bor. Sizlar ham inson bilib o'tiribman. Lekin shu mansabga o'tirganda bir kekkayib ketmanglar. Turkunda yana tushishing bor seni. Ertaga o'liming bor, o'lishing bor. Shuni bir o'ylab ko'rasizlarmi sizlar? Ya bir men o'zim shu ko'p holatlarda ko'rdim. Endi mana Nurobodimizda meni bir otini aytmayman, bir tanish bir og'aynim kelib qoldi sherga boshliq bo'lib, qaysi bir sohani ham aytmayin. U aytayapti, aka deydi, shunday keladi deydi, mana shunday bo'lib dedi. Odam o'zidan o'zi ajralasiz deyapti, ko'tarilasiz deyapti. Odamlarni o'zi shunaqa qilib tashlaydi deyapti. Biz o'zimizda emasmi, ey insonlar? Shu nimaga past ketasizlar? Shunday bordim, masalan, hokim shu gap gapiryapti. Olsa meni shu pulimni olar. Olsa shu bu hammasi Allohnikida. Bu hamma narsamiz Allohnikida. Shu olsang uyimda olarsan. Olsang pulimni olarsan. Berguvchi ham seni ko'tarib qo'yguchi ham Alloh. Jonimni ololmaysan, hali jonimda ham Allohning izni bilan. Lekin Alloh xohlasa bo'lar shu narsalarda. Bir og'iz, men har doim aytaman, iltimos sizlardan bir og'iz o'zingizni shu nimadandir sizga qilinayotgan nohaqlikka bir og'iz so'z bilan chiqing, iltimos sizlardan. Yurtdoshlarim, iltimos sizlardan bir og'iz chiqing, ayting. Nimaga bunaqa qilyapsan? Hech bo'lmasa manamda YouTube'da bir chiqsa bir prezidentga yetib boradi shu murojaat. Ko'raman, dakka dukka bitta. Qolganimiz qarab o'tiramiz. Mana u chiqdi. Bitta shu ketdi, uni militsiyaga chaqirdi. Bir masalan militsiyalarda ham nohaq bo'lib qolsa, bir sudga sudning nohaqlik bo'lib qolsa, sudga 4 sudga bir hafta qamoq berdi. Hammamiz jimimizda qo'rqib qoldik-da. Lekin kim kafolat beradi yana bir 5 yil, 5 yil emasam juda tez bo'ladi. Hozir tez takrorlanyapti. 1 yilga bormasdan sizda shu holat bo'lishini ham o'ylayapsizmi? Shu holat bo'lishi o'zimizda ham bo'lib qoladiki. Bizda ham qo'ying. Farzandlarimizga biz nima tayyorlayapmiz? Farzandlarimiz uchun nima tayyorlayapmiz biz? Qanaqa jamiyat tayyorlayapmiz? Ertaga shu bolalarim, men qo'rqaman men. Ertaga shu bolalarim shunaqa jamiyatda yashashdan har kuni bir nima o'zgaradi. Har kuni bir o'ylanib turasan, qo'rqib yashaysan. Bu nima bu? To'g'ri, Allohdan deymiz. Alloh, lekin o'zimizda bu butun Turon, ya'ni Amir Temur davlatlarimiz, butun dunyoni mana qancha joylarda kuch qudratini ko'rsatib qo'ygan Amir Temurning nevaralarimiz bizlar, avlodlarimiz. Hammangizda bilaman, yuragingiz baquvvat, yuraklaringiz bor. Iltimos sizlardan bir og'iz shu bilan bir xatolik, mana yomon xalqqa zulm bo'lganda bir og'iz o'zingizni nimangizni ko'rsating. Men birovni bir da'vat qilmoqchi emasman. Ya bir mulla emasman, bu nima emasman, imom emasman. Lekin prosta mana bu yurtimda shu yurtda tug'ilganman-da. Ota-bobom kindik qoni to'gilgan yurtda bu. Bularga sizni ham, meni ham ota-bobolarimiz shu yurtni ozodligi uchun kurashgan odamlar bular. Qanchasi qatag'on bo'lgan, shu yurt uchun jonini berganlarning bizlar farzandimiz, nevaralarimiz. Bilyapsizmi? Shunday ekan, nimaga shu hammamiz qarab o'tiramiz-da, bir o'z mayli prezidentning qavatiga kirib, prezident mana chiqarayotgan islohotlarga bir o'zi qiyin. Mana masalan to'g'ri, hamma xatolik hammada bor. Prezidentda ham xatolik bo'lishi mumkin. Lekin shu inson ozmi ko'pmi mana yurtga ancha o'zgarish qildi-da. Mana bir boshlanishdagi mustaqillik payti bilan hozirgina ancha farqini qarang. O'zbekiston sport sohalari ko'p sohalarda biz ko'tarilish boshladik-da. Men shunga xursandman. To'g'ri, nuqsonlar bor. Buni qilayotganlar prezidentga qarshi insonlar deb o'ylayman. Endi ko'pchilik balkim prezidentga nima bosyapti deb o'ylash mumkin. Prezident to'liq hamma narsani boshqarishga birizi qiynaladi, birizi ojiz. Bunda o'ylab qarasa, uni jahannam qiyosidagi ko'p narsalarga bir nima deydi? Shunaqa guruhlarga to'g'ri taqsimlab ish qilmasa prezidentga ham qiyin. Uni ham tushunib o'tiribmiz. Lekin bizchi mana bu unga prezident saylagan biz insonlarchi, shu xalqchi. Nimaga biz prezidentni qarorlariga qarshi chiqib, prezident ochiqlik nimalari bo'yicha qancha gapiryapti? Insonlarni demokratiyani, mustaqil fikrlash haqida ko'pchilik mana kambag'allik, mana ishsizlikni yo'qotishga harakat qilyapti. Bitta ikkita bunga bir oyog'i yerdan uzilgan mana bir ikkita mana viloyat Buxoro viloyat hokimiga o'xshaganlar kelib turib, hurmatini bir tiyinga qilyapti-da mana shu.
prezidentimizni. O ham mayli, prezident o'z yo'liga, xalqimiz-chi, xalqimizni bunchalik nima deydi, izdivatilsa deydi-ku. Bu narsalarni qilishiga men mutlaqo qarshiman. Siz ham o'z fikringizni bildiring. Men umuman bu borada murojaat qilmoqchiman. Murojaatim shundaki, mana o'zimizning yurtimizga xalqparvar ko'p mana deputatlarimiz orasida ham bor. Prezident apparaturasida ham insonlar bor, prokuraturada ham yaxshi insonlar bor, ichki ishlarda ham, umuman har bir sohada ham o'ziga yarasha xalqni o'ylaydigan odamlar bor. Hammasini yomon deyish kerak emas. O'sha insonlarga murojaatim, shaxsan prezident Mirziyoyevga murojaatim shundan iboratki, hurmatli Shavkat Miromonovich, mana shu Buxoro viloyat hokimi bizni xalqimizda o'tish davrida o'zi elim yurtim deb harakat qilyapsiz-ku, lekin sizga mana shu oyog'ingizga bolta urayotgan shunaqa hokimlar, xalqni mensimaydigan, xalqqa zarar beradigan, ya'ni o'zini juda bir xudodek bilib oyog'i yerdan uzilgan mana shunaqa hokimlarni qilayotgan ishlarini nazoratga shaxsan olishingizni iltimos qilib so'rayman. Bu odamni, bu insonni bu gaplaridan keyin oddiy ishdan bo'shatishni emas, bu insonni xalqdan kechirim so'rashligini so'rayman. Agar iltimos sizlardan mana shu maksimal darajada tarqatishga yordam qiling, like podpiska bosing, iltimos sizlardan shuni yetib borsin. Shu inson viloyat hokimi, erkak bo'lsa, shu yurtda tug'ilib o'sganini tan olsa, shu xalqdan kechirim so'rasin. Mayli, butun nimaga bu kibrlangan odam uncha kechirim so'rolmaydi. Bilaman-da, oyog'i yerdan uzilgani ko'rinib turibdi-da. Hech bo'lmaganda Buxoro xalqidan kechirim so'rasin, Buxoro xalqidan. Buxoro xalqidan, insonlar, Buxoro xalqidan. Bu nima bu? Bu nima bu? Ko'mib ber deyapti. Sen kimsan, sen ko'mib berasan? Sen kimsan sen? Ko'mib berasan. Ke mana meni ko'm, shuncha zo'r ekansan. Noinsofsan sen, noinsof. Ertaga xalq duoibat qilsa bilasanmi nima bo'lasan? Men endi emotsiyaga berilib gapirib qo'ydim, uzr so'rayman yana bir marta. Shu yuqorida turuvchi Tanzila Narboyevaga, ikkinchisi mana butun mana hokimlardan mana shu masalalarga ham e'tibor qarasin. Deputatlarimiz, deputatlarimiz, qarab turmang, deputatlarimiz. Qo'rqmang, ish olsa shu ishingizni olar, joningizni olmaydi-ku. Nimaga qo'rqasizlar? Har xil qaror chiqib, boshqa qilib bu xalqqa bunaqa qiyinchilik qilmanglar buni. Shu xalq ham yashasin. O'zimizni hurmat qilmasak, o'zimizni bu yerda hurmat qilmasak, nariyoqqa borib bizni kim hurmat qiladi? Rossiyada Falonqiston joyida. Shu ba'zi paytda odam shu qonun qaynab ketadi-da. Shunday vaziyatlar bo'ladi, ko'ra bila turibsizlarda, sistemaga qaraysizlarda, men o'zim ham davlat ishlarida ishlab ko'rganman. Davlat ishlarida ham qiyin, masalan, tepadan buyruq bo'lgan paytlarni bilamiz. Buyruqdan shuni qilmasangiz ishdan ketishingiz bor, boshqa bor. Nima bo'lganda ham shu sizni keyingi hayotingiz, umuman o'zi hayotingiz, taqdiringiz Alloh yozib bo'lganda peshonangiz. Shu bir kun yashasangiz ham shu mard bo'lib yashang, mard bo'lib yashang, mard bo'lib yashang. Bu 50 yilda hech kimimiz mana men takrib men qatorlar 100 yil ichida hech kimimiz qolmaymiz. Hammamiz o'lamiz. Shu o'lar chog'ingizda shu payti shu narsani qilmabman ekan desangiz bor-ku. Eng yomon og'ir holat bu. Shu narsani qilmabman, shu umrimga arziydigan, men umrim ketsam shu narsaga arziydigan ish qilganimda hozir farzandlarim ya nevaralarim bunaqa qiynalib yurmasdi degan gapni pushaymon bilan eslaysiz. Hatto boya kinodagi Vatanparvar kinosida ham shunday-ku. Vatanparvar degan kino, Mel Gibsonning kinosini ko'rganman. Xuddi shunday narsa. Bir vaqt keladi, ular chog'ingizda ana shu narsadan pushaymon yeysiz.
Chunki biz hozir xo'p deb turibmiz, ertaga farzandlarimiz bor-ku. Bu bosimlar yana kuchayib o'zimiz tamom qilamiz. O'zimiz behurmat qilamiz. Biz o'zimizni behurmat qilib birikmaganimizdan keyin, yaktil bo'lmaganimizdan keyin prezidentdan nima qilsin prezident? Qaysi birovga bo'lsin? Qancha hokim bor? Qaysi nima qilyapti? Hali ham shu baholi qudrat harakat qilyapti prezidentimiz ham. Shunday qaradim videoga qarab shunaqa bir uchim yonib ketdi-da. Bilmadim, bu shu yurtni sevgan inson, shu yurtni xalqini sevgan inson. Shunga kuymasdan iloji yo'q-da. Shunday bir qaynab ketadi. Uni bir gapini eshitdingizmi? Qo'yib beramiz sizga nima deb gapirganini. Endi noinsofsan sen ey. Qanaqa hokimsan sen? Sen men uchun qamab bersang, bir so'mga qimmat hokimsan sen. Betingga aytaman seni. Sen mana shu qilgan qilig'ing bilan ertaga o'zingga oxiratda javobing tayyor seni. Oxiratda. Xalq kechirsa agar, hali Alloh taolo bor kechirsa. Sen oyog'ing yerdan uzilgan prezidentimiz aytganda, oyog'ing yerdan uzilgan, sen juda o'zingdan ketgan insonsan sen. Sendaqalarga xalqning la'nati bo'lsin. Men shunday deyman. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, xo'p, hurmatli prokuratura boshqarmasi boshlig'i, hurmatli ichki ishlar Respublika ichki ishlar bo'limi boshlig'i, Oliy Majlis Senati raislari, Tanzila Norboyeva, butun mana shu boshqaruvda turgan hamma apparatlaringizni biz xalqimiz mana juma namoz kunlarida duo qildik. Duo qilyapmiz ham. Lekin mana shu sizlarga bo'layotgan, sizlarning hurmatlaringizni yo'qotib, xalqni g'ashiga tegayotgan, xalqni nopisand qilayotgan, pisand qilmagan, oyog'i yerdan uzilganlarni xalq oldida kechirim so'rattirib, ishdan sharmandalarcha bo'shatish iltimos qilib so'rayman sizlardan.